kompondan o'g'irlab kelmayapsizmi, aka? Yo'q, aka nimaga unaqa deysiz? Qayerdan oldingiz buni? Shu hovlimizdan xudo qaziyotgandim. Ha, Mana shunaqa narsa kelib chiqdi keyin aka. To'g'ri hayron qoldim o'zim. Keyin olib borib ichida kelganmi oldingizda? Shunaqa ob-havolarda, yomg'irlikda bo'lsa ham. 80-70% bu tillaga o'xshayapti. Bizda spektralniy analizimiz bor, apparatimiz. Xo'p. Bunda tekshirib ko'ramiz probalarini. Aka, bunisi tilla chiqyapti-yu, men o'ylagandek 998 proba chiqyapti. Qancha bo'lar ekan u aka? Hozir hisoblayveraman. Xo'p. 1.950 ming so'mdan 1.877.323 ming so'm bo'lyapti, aka. Oho. Lekin buni shunaqa xursand qiladigan joyi ham bor, lekin xafa ham Hop. qiladigan joyi bor-da. Hop, Buni nima ekan izoh aka? qilolmaymiz. Nima ekan? Buni o'zini tegishli joylariga aloqaga chiqamiz, aka. Biz Yo'q, olib qolish mumkin emas. Bizga Nimaga, aka? shu taraflar ham bor. Yo'q, bo'lmasa boshqa joyga sotaman aka. Yo'q, buni hech qayerga sota olmaysiz buni. Bu davlat mulkiga kiradi, aka. Aka, umuman iloji yo'qmi? Yo'q, buni qayerdan olganman dedingiz? O'zimni hovlimdan aka. O'sha o'zingizni O'g'irlagan yeri bo'lmasa, tegishli o'zimni olasiz. hovlimdan aka. Davlat xodimlariga aloqaga chiqamiz. Agar Hop. ular xo'p deysa, sizga 1.877.323 ming so'm sizni qo'lingizga topshiramiz. Yo'q. Agar yo'q deysa, yog'ini ko'ramiz. Voy nimaga aka?